Liftning ichida garderobxona. Ikeaga kirdik va nihoyat. Ikea. Bursada bo'lgan sayohatimizda Ikeaga ham kirgandik. Bu yerga kirganimdan shunaqa o'zimni boshqacha his qildim. Chunki o'zimni orzuyimdagi uyning ichida yurgandek his qildim. Har bir burchakda sokinlik, minimalizm va qulaylik uyg'unlashgan edi. Ayniqsa yorug' yotoqxonalar, oddiy lekin nafis dekorlar hammasi ichimdagi uy muhabbatimni yana bir bor uyg'otdi. Avvallari kiyim magazinlarida aylanishni juda ham yaxshi ko'rardim. Yoshim o'tgan sari, ayollik nazokatim ko'paygan sari, uy narsalariga, idish-tovoqlarga, mebellarga, har xil aksessuarlarga qiziqib qoladigan bo'lib qolganman. Bu Ikeada aylanib, ishonasizlarmi yo'qmi, orzuyimdagi uy mana shunday bo'ladi, mana shunday bo'ladi deb doim ilhomga to'la chiqdim. Orzuyim, shunaqa chalish modasi. Amnaqa o'tiradigan joy, ko'galovcha. Kitobimni maza qilib o'qib o'tirsam, amna kitoblarimni olsam, bir kun albatta restorani xonasi shunaqa bo'ladi, albatta. O'zim va'da beraman. Men uyimga xush kelibsizlar. Har bitta ayol go'zal uyi va shinam uyi bo'lishini orzu qilsa kerak. Men ham maza qilib orzu qildim va albatta shunaqa uyim bo'lishini niyat qildim. Bu videoga like bosib, komment yozib, do'stiga yuborib qo'yganning ham inshaalloh shunaqa uylari bo'lsin. Görüşürüz.